Va assalomu alaykum. To'g'risi men bugungi gapimni qaliqlarimga gapirmoqchiman. Bugungi hamma aytayotgan gapim to'g'ri shu qaliqlarga daxl bu. Shu uchun qaliqi gapiraman endi bugun. Uzr barodaroy, imroza suxanim ham ashda qaliqi daxl doran. Baroy ham qaliqi gap mezanim. Norohat nashing. Mana ba'z gap qo'yasiz. Bo'yat bugun. 8 yil bo'libdi qaliqlarim. 8 mana 9 yil bo'ladi ekan. Mana shu yo'lga ayaqli uchak, ko'chalarga mana shu tolashib yurib ekanman. Kecha qarab tursam hisoblab 8-9 yil bo'ladi ekan. Mana shu 9 yilga, 8-9 yilga qaliqlarim bunchaslar qo'rqoqliklaringni hech bir bilmab ekanman-da. 8-9 yilga ya'ni bir qaliqni ham paddeshga, ya'ni yanimga ko'rmadim-da. 8-9 yil ichiga. Va bir qaliqdan ham bir tiyin so'ragan yo'qman shu chenga davr. Och qo'lim ham, susadim ham, ko'chaga qo'lim ham. Neki qaliqni obro'sini yerga qo'ymadim. Qaliqni obro'sini yerga qo'ymadim. Chunki o'zi bobolarimiz bu narsani yerga qo'ymagan edi. Bir ikki misolim bu qaliqlarim sizlarga. Bilasizlar nima uchun eshakka yuk o'rtadilar? Nimaga mana sherga yuk o'rtmaydilar, eshakka yuk o'rtadilar? Bilasizlar nima uchun qo'yni so'yadilar? Nima uchun sherni so'ya olmaydi, jonivorni so'ya olmaydilar? Nima uchun? Eshakka ko'p qattiq yuk o'tgandan keyin jonlarim zo'r kelsa ekan, eshakni ko'zidan yosh chiqar ekan. Chunki zo'r kelar ekanda og'irlikdan. Aqalan hangramay ekanamki, menga og'ir yuk ortding. Bir hangrasam kamroq ortgan demaykanda, shu ko'zdan yosh chiqib zo'r kelar. O'zlaring hammalaring eshak ishlatgansizlar, bilasizlar. Bugungi mendan seni shuncha yashaganlarimiz bu o'sha aynan eshakning hayoti. Nimaga deganda, seni boshingga qancha qonun kerak bo'lsa ortdilar. Nima kerak bo'lsa qildilar. Ko'zingdan yosh chiqdi, balalaringni turma qildilar. Bor yo'q bir qarish, ikki qarish yerlarga mol boqaydigan qo'llaringdan tartib oldilar. Hech yana shu eshakning hayotida qancha zo'r kelsa, faqat ko'zlaringdan yosh chiqdi-yu, aqalan bir ovoz, ya'ni bir eshak ham bir hangraydi, sizlar bir aqalan ovoz qilmadi.
Yani sizlar bir ovoz chiqarmadi. Meni seni bu chenga davr bir odam qatoriga ko'rmay keldi va qancha xohlasalar, nima qilsalar, meni seni boshingga qilib keldi. Mana shu titipitliging ustidan edi. Using nara, using bera. Jonor yani örüsüsüge staya deydilar. Xalqisiga bir töp jonor deb qo'yadi-ku. Mana shu bir töp jonorni boshiga agar o'sha boshliqligi bo'lmasa, hamma shu jonor harom bo'ladi. Bilasizlar, jonorlar nima qiladi? Hammalaring adirga yurgansizlar, bilasizlar. Odamlarni uyga o'g'irlikka boradi jonorlar. Boshqa u jonor yani ovlamaydi, ovga chiqmaydi, o'g'irlik qiladi. Bilasizlar nima uchun? Chunki boshliqlari yo'q. Vajak deydi-ku. Jonorni vajaki bo'lmagandan keyin jonor ovlamaydi, jonor o'g'irlik qiladi. Tulkidak borib, etkanni o'g'liga kiradi, etkanni uyiga kiradi. Mana shu o'g'illarga kirib mollarni yoradi-ku bir xil vaqt jonor. U jonor mana shu bebosh jonor. Nima qilishini bilmaydi. Tovuq o'g'illaydi kelib, tuxum o'g'illaydi. Mana shu bugun xalqlar aynan ana shu jonorlar. Nimaga? Chunki o'zlariga bosh e'tirof qilib, boshlarni yani quloq solib, boshlari bilan bir o'zlariga bir katta odam olib, yani quloq solib ishlamaydi. Mana shu bebosh jonorda har kim o'zim bo'lay degandan keyin ana shu jonorda ketganni katagiga kirib tovuq o'g'irlaysizlar. Qadrlaring shuncha bo'ladi. Vaqtiki jonorning nomini olsalar, jonor ovladi deydi. Vaqtiki u jonorki katakka tovuq o'g'irlagani kirgan jonorni padariga naladi deydi. Tulkiga o'xshaydi deydi, tovuq o'g'irlabdi. Yani jonorni qadri ham o'sharga tulkidak bo'ladi. Aynan mana shu sabab ki bugun kim nima ish qancha qonun xohlasa, nima qilsa sendan birta so'ramaydi, birta shu bir cho'chi qimillamaydi. Biladi nima uchun? Biladi sen boshing yo'q. Yani senga katta yo'q. Yani seni yig'aydigan odam yo'q, seni to'playdigan odam yo'q. Sendan hech kimni ko'zi o'ngmaydi. Mana shu xohlagan ishini haqqinga qilib, xohlagan ishini haqqinga qilib ketaveradi. Men o'ylab edim 9 yilga, 8-9 yilga meni qaliqlarimni salgina kalasi kirib, to'xtanga, bacha, mana shu bizni balasi, bizni farzandi. Mana shu yerga bordi, shu joyga yetgan bu bizni balasi. Xo'p, nima qilaylik? Bir 4 tanga o'tirib gapirib, nima qilish kerak edi? Keling, qoni shu maslahat qilaylik, bir quloq solaylik qoni. Yaxshi omon biz yetmagan joyga yetgan.
Shu narsa, shu bala bir narsani tushunadi. Buncha jon uryapti degan so'z harf kalalaringga kirmagan shakilda. Chunki agar kalalaringga kirgan edi, bir ikkitasi chiqadi, aka qanday qilib ishlagani boraydi. Ukam, men pasratnik emasman, men odam ishga joylamayman. Mana shu sabablar bo'ldi jonlarim. Mana shu sabablar bo'ldi. Mana shu chenga davr biz ya'ni bir odam qatoridan biz faqat nimaga kerakmiz? Mana shu bechara kenalni, mana jo'gilarni ko'yni, lo'li taborlarni, bularni gapirib bo'lmaydi. Bularni gapirsam o'zim alamim kelib ketadi. Ular odam hisobiga kirmaydi. Biz mana shu ovoz ber deganga yoki kelib bir joyga tilanganga, meni aholim 10 million deganga, shu 10 million aholini o'sha kolичествосini to'ldiraydigan odammiz. Yoki o'sha ovoz berishga sizlarni o'ynatib, allaringga muzika qo'yib turib, borman shura ovoz berasizlar, yo o'ynaysizlar. Yoki o'sha Emomali tilagani borganga sizlar o'shara keraksizlarki, men 10 million aholim bor deyishga. Bugunga davr bir narsasini alam qilganiki, nechta qalliq borliging noma'lum. Nimaga deganga, chunki sizlarga bosh yo'q bu narsani. Bu narsani sizlarga spiska qilsa. Ki nechi qalliq bor degan so'zni yozsa. Qarga nechta yashaydi deganini yozsa. Bilasizlar shu. Kerak bo'lsa Emomali to'ra keladi, ertadan yoki abeddan keyin aytadiki, 38 ta qalliq bu deydi. Nima deysan? To'ppa-to'g'ri aytadi. Chunki sizlarning hisoblaring hatto yo'q. Hisoblaring yo'q. O'zlaringni sotdinga, tillaringni sotdinga barcha ko'ping. Bir kun ham hali bir ikki hafta Vosega borib qoldim ishlarimdan. Men ancha yil bo'la Xo'janga Leninobodga yashaydim. Ikkita laqay o'ltirib ovqat yeyotdilar. Men har hafta shu Voseni ichiga bir deli jigar go'sht pishirar ekan, o'sha ko'p ma'qul bo'lib qoldi. Har kun 2 hafta o'shardan abed qilib borib. Ikkita laqay o'ltirib ovqat yeyotdi. Ikkalasi ham tojiki gap. Endi avardimiz deydi. Hamza avardim, mandimiz. Qaysi gapirayni? Yani o'zda qishloq, laqay qishloq aksentlarini bilaman-ku, qanday gapiradi. Men aytdim, ha, bularni shu tojiklarning ichiga bunday nima qilib turib tojiki gapiryaptilar, albatta hech kim yo'q. Keyin men shu qallig'i gapiray bilalariga gapirsinlar desam, aka yaxshisan dedim. Qarda laqay bo'lasiz aka desam, "Men tojikim" deydi. Ya otangni og'ziga sen dedim. Ne bo'ldi sağan dedim. Tojikmi dedim. Ya tojik. Qayer tojiksan desam, "Jarib qil" deydi. Aytdim, tojikisiga jarib qil. Jarib qil dedim. Zo'r joy tojik ekansan, gap yo'q. Ya Xudo bizani aka deydi. Bavarnam ekin deydi. Mana babam atash tojik bu deydi. Malades dedim ashuna. Gap ne istedim, malades dedim. Xudo bizani deydi. Mana shunog'in bizni qalliqlari ham uzoq ketmaymiz, o'zimizni xolamiz o'lgandan keyin yaznamiz xotin olgan aka. Bir kun uyiga borib qoldim, o'sharga. Uyiga borib qolib turib, bir duo qilib, o'tirib, bir piyola choy olsam, balalari bilan gapirsam, otasiga qarab aytadi, "Ota chimaga" deydi. Uch yilga tojik bo'libdilar-da ular. Shu xeyla buni alam qilib ketdi-da, qarab turdim, men aytdim, "Yazna" dedim, "Bu balalaringdan qallig'i gapirmaysan" desam,
Yaznamni hammamiz asli laqayda tag'am yura. Bir tojik ham bo'lsa-ku o'rmon qilmaysanki, qaysi tojik bo'sh tojiklar bilan gapirib tojik bo'libdi desang-da. Endi doim shular bilan gapiradi desang. Hammasi laqaylarda shu ko'cha, o'sha qishloq o'zi laqaylar. Bir ikkita uchta qaliqlar o'sha yashaydi, hammasi laqaylar. Kimni ko'chaga chiqib qarasam hamma laqay tojiki gapiryapti vakallar. Go'jaklar futbol o'ynayapti vakallar. Ama topabıza, itarab biza deb. Men bo'ldi. Значит, sizlar jo'rjo'yga yashayib ekansiz. Mana shuni qilib tilni sotding ajonlarim. Til sotgan inson bu başka o'zini sotganda. Yani o'zini o'chasini sutini sotgan odam bu başka bundan hiç umid qilib bo'lmaydi. Men bu aytayotgan gaplarimni ma'nosi yo'qki, endi biz to'rekeli ana tojik barodarlarimizdan boshqasidan laqaylardan bulaydan biz jonjol qilsak, yo'q. Biz jonjol ham qilmaymiz. Neki bizda haqini ayog'ida tayga ham qo'ymaymiz. Bu vatanga biz ham tug'ilganmiz. Buni nomi nima bo'lsa bo'lmasa, buni nomi Tojikiston bo'ladi, Afg'oniston bo'ladi, Hindiston bo'ladi, Pokiston bo'ladi. Bu vatanga biz tug'ilganmiz. Bu biz o'zimiz ixtiyorimizdan emas. Xudo bizni dushar olib kelgan. O'z qo'yishimizdan tug'ilgan emasmiz. Har bir bizga yoqmagan narsa ham boya danob barodarlar ham, anavlar ham o'ylashlari kerak. To'xtab, bizga to'g'ri kelmaydi. Qanog'iki bir qonun qabul qilasanki, musulmonlikka to'g'ri kelmaydi deydi. To'g'ri qo'yaydi jo'lar. Sen musulmonlikka to'g'ri kelmaydi, bizni diniga to'g'ri kelmaydi. Biz buni qabul qila olmaymiz deydi. Shunaqa emasdi. Biz xalqda ham o'zimizning mentalitetimiz bu. Bir narsa bizga to'g'ri kelmaydi. Neki bizda shu bir patinka oyog'ingga to'g'ri kelmasa, razmeri mayda bo'lsa, majbur qilib turib oyog'ingga tiq kiydirib qo'ysa nima bo'ladi oqibati? Boru oyog'ingni uradi jonim. Boru oyog'ing mayib qiladi. Mana shunoq shu qonun ham mana shu narsalar hamki bizga to'g'ri kelmaydi, bizga majbur ortadi. Shu boru bizda ham shu oyog'imizni uradi keyin. Oyog'ingni urdi, keyin boru joning og'riydi jonim. Joning og'ridi, keyin ovozing chiqadi. Neki biz ham o'zimizni hurmatimizni bilishimiz kerak. O'zimizni joyimizni bilishimiz kerak. Uni olmaski jonim, kimga nima forsa, kimga nima kerak kelsa, bugunga davr ko'p alamol kelaydigan narsalar bor jonim. Ko'p xalqlar. Xuddi o'zlaringdan bir odamni joyiga yo'qsalar. Bir joyga ishga kiraman desang aytadi, bu deydi millating tojik qilib kelgin deydi. Men Xudo meni qalliq qilib tug'dirgan. Men seni uchun boru millatim tojik qilishim kerak. Nima uchun? Nima o'zgaradi bu yerga? Nima o'zgaradi degan savol bo'lish kerak. Men-ku shu Tojikistonni balasiman. Men shu yerda balasiman. Men yomonlik ham qilsam, yaxshilik ham qilsam, men shu yerda balasiman. Nima o'zgaradi? Bu nima ketyotibdi bu yerga? Nima sabab bo'lyaptiki sen ishga kirishing uchun sen bor millatingni alishtirishing kerak. Men ishga kirmoqchi bo'ldim. Ishladim. Ya'ni boshqaroq ishga o'tkazish uchun meni aytdiki, "Bugun deydi, pasportingga deydi, millating tojik qilib kelgin" deydi. Sabab nimada? Nima sabab bo'lish kerak? Men millatim tojik qilishim kerak. Men-ku Tojikistonni farzandiman. Meni millatim qalliq. Men nima uchun millatimni sotishim kerak?
Nima uchun men sotishim kerakdi millatimni? Bu nima prinsipdi ularga? Nima prinsipdi ularga-ki meni millatimni alishtirishni xohlaydi? Men aytdim, seni ham shu ishingni ham dedim. Olgin bir joyingga urgin dedim. Nimaga bu ketadi? Chunki bu sizlarni bizni besohibligini ustidan. Chunki o'zimizda boshi yo'q. Bir 4-5 ta boshlar chiqdi. Qaliqlar. Chiqdilar. Dushan bor edi. Mana hit o'zim taniyman. Ro'zmat bor edi. Xudo rahmatilla bular. Jobor desant bor edi. Xudo rahmatilla. Mana bir ikkita mana bu Devchashma mana Pöshindan bu tomonlardan bir ikkitalar chiqdilar. Nima qildilar? 4 chumchun bir-birini o'tdilar. Bosh bo'la olmadilar. Yig'a olmadilar millatini. Ular ham pulga o'zlarini sotdilar. Biz hali xuddi qoidaga yashayapmiz. Bir tavzol borib so'ysalar, ikkinchi biz haqqalan bir ba deymiz, yana tam o'timizni yeb ketaveramiz. Keyin tam o'ting deydi, pastroq yayilgin deydi tag'in. Agar ovozing chiqib qolsa aytadi, deydi, o'tingni pas yayil deydi. Bu yerga biz deydi, xazayn yo'q. U bizni ham vatani bo'ladi. Nima uchun biz bugunga davr biz o'z vatanimizga haqqimiz yo'q bir narsa qilishiga? Nima uchun? Nima uchun biz borib millatimizni sotishimiz kerak? Yo'q, mana shu millat sotganlarni erta kun bo'ladi. Xiyol qilasizlar, bir umr bularni ta'rif qiladilar, bu qo'lga ko'taradi. Yo'q. Erta hamma gunohni mana shularni bo'yniga uradi, aytadi, bular bizda alati millatlarini tojik qilib. Aytmaydi, biz bularni majbur qildik, shu millatni qilib kelgin deb. Erta bularni aytadi, bular bizda alatibdi deydi. Yana bularga bahona chin zo'r bo'ladi-da, shu bahona topsalar agar abed qilmaydilar. Abedlari yoddan chiqadi bahona topsalar. Kechqurun ham namoz ham o'qimaydi agar bahonani topsalar. Deb bu bizda alatibdi bular deydi. Yana bu laqay ekan deydi, bu qaliq ekan deydi. Hamma mana shu 30 yil chichkanni olib kelib turib mana shu sizlarni boshiga o'rtadi. Mana shu bugun o'zlaring tojik qilib ishlayotsalar-ku, mana shu 30 yil mana shu bo'lgan hamma kambulikda, hamma problemani sizlarni boshiga olib kelib uradi. Hamma ayb sizlarniki bo'ladi. Bilasizlar shuni. Ko'p gaplar bu. Ko'ping ishlaysizlar o'shani yaniga. Taniyman, hammalaring taniyman qarab. Otalaringni ham taniyman. So'raganman-da, aytganlaringni o'zim men lichna tanimayman. Lekin so'raganman, kim yo'qli desam, falon akani o'g'li, ana falonning o'g'li. Ko'plaring. Lekin bugun mana shu yerga kelib yetganmizki, o'zimizni qo'lingdan o'zimizni yog' qilib yotdik-da. Bilasizlar shuni? O'zimizni qo'lingdan o'zimizni yog' qilib yotdik. Hali bu qaysi yilda edi, meni yodimda hozir ham bu. Maktabga direktor bo'lish uchun bizni bir laqay muallimimiz millatini tojik qilgan edi-da. Agar millating tojik bo'lmasa ekan, sen maktabga direktor bo'la olmaysansan. Bu bir qaysi yil edi? Hali men shunga vosaga edim. Lelnobod kelgan yo'q edim. Yani 13-14 yoshga edim. O'sha yil ana shu muallim internatga direktor bo'lish uchun
borib pasportiga millatini tojik qilib kelgan ekan. Bo'lmasa o'tmaydi. Ya'ni bu urush bir millatni yeyish yo bir millat bilan yashashmas bir joyga. Yeyish o'sha chindan boshlangan ekan. Mahmud degan o'g'li bor edi. Ikkalamiz ko'p o'shna edik. Ha, mendan 1 yosh katta edi, 2 yosh katta edi. Ikkalamiz o'shna edik. Mana shu yeyish yo sen tojik bo'lasan, yo seni yeyiladi. Mana shunaqa bo'ldi. Shunaqa zamonga keldik, shunaqa qildik. O'zimiz qaliqlarimiz tam o'shargamiz. Laqaylarimiz o'shargamiz. Mana Ramazon Raymizda, mana Saymomin yatim. Agar bularni bir tojikdan solib turib qozonga 40 yil qaynatgan, ne shuncha tojikni qoni bunga o'tmaydi. Ko'rinib turgan narsa, gapidan bilinib turgan narsa. Yal bir intervyusi bor edi. Muhammaddan sirkadan qabidan ham syamka shastay. Mana video shastay, mana shundan nishon metman videocha. Ha shapya Karmandan hepsi hukuk gup ki best gup. Şapyar yak istad ve şapyar na istada haykar. Karmandan hepsi hukuk az kapaş surkadan kapıdan. Bad guptan ki Ergaşbay kamera rabiyar siyamka kinara. Ergaşbay ham biz kaçın Ergaşbay siyamka kan. Kapay maşin şahuy kardan. Manam kapay maşin işte. Yakta karça manam kadar karça. Baniyati cinayet mandagi bidas kapay maşin işte. Ahi canım senga. Tojikistonga yashav turuv. Shu vatan tilini to'g'ri gapira olmagan inson o'zining pasportiga bir tojik yozuv kelgani mana bu sharmandalik. Mana bu sharmandalik. Mana shu insonlar ki o'zi to'g'ri gapira olmaydi. Shu o'z vatan tilini to'g'ri gapira olmagan inson bugun menga o'xshagan, senga o'xshagan va boshqaga o'xshagan inson eki o'z vatan tilini ham ona tilida gapirayotgan insonlarni yo'q qilyotibdi-da. Yusalagina nomusi bor inson, biz ham sizlarnamiz bir joygamiz. Biz ham yashashga haqqimiz bor. Neki bizda ham o'zimizning mentalitetimiz bu. Mana bu qilayotgan ishing bizga to'g'ri kelmaydi, tamom? Bizga kerak emas bu. Yoki shu chenga davr na laqaydan, na qaliqdan, na jo'gidan parlamonga namoyanda yo'q bularning huquqini himoya qilishgan. Bilasizlar shuni? Ya'ni ki buni gapi, bu bo'layotgan narsa, bu istoriya, ya'ni biz sizlarni urib qo'yganmiz degan narsa. Nima qilsak biz qilamiz nasho'rga. Sizlar qanog'i muzika ursaklar mana shunga o'ynaysizlar chiqib. O'ynamagan qanding nur deyapti. Bilasizlar shuni? Mana shu narsalar yig'iladi, salgina insonga dard qiladi, alam qiladiki, qarasizlar. Shuncha vaqt o'tdi, men ko'rmayotdimanki, meni qaliqlarim to'xta shu to'planaylik. Mana shu to'planaydigan joy, mana shu kanal, kelinga, kiringa, to'planinga. Kelinga bir guruh ochinga, alohida o'tiringa, maslahat qilinga. Kelinga har bir joyga bir talaringni bosh tayin qilaylik. Quloq solinga. Bir ertaga qo'yayotgan qadamimizni biz bilishimiz kerak. Har bir joyga bir tadam bo'yat bosh bo'lish kerak. Bu ma'nosi yo'q, biz bularni polni protiv bularga chiqamiz degan ma'no emas. Lekin biz
Yashashga haqqimiz budi o'zimizda yoki haqqimiz yo'q bizda. Yo nima bular xohlasalar biz o'shani yashashimiz kerak. Nima uchun biz o'sishga haqqimiz yo'q? Nima uchun biz o'zimiz haqalan o'zimiz shu bor yo'g'imiz nechta bo'lsak, o'zimizga bir alohida bir kassa ochib, o'zimizga bir o'r-bo'rlarga bachalarni boshiga bir tadan bosh tayinlab, o'zimiz ishlagan pulimizdan o'zimiz taylab, o'zimizni balalarimizni o'qitib. Nimaga biz bunga haqqimiz yo'q qanaqalar? Yo'q-da, sen hech nima qilishga haqqing yo'q. O 4 tang to'planing sizlar terroristlar bo'lib biz urib yo'qotishimiz kerak sizlarni. Shuncha ish qilibdi. Biz o'zimiz qila olmaymiz. Qo'ymaydi qilgani. Mana alam kelgan joy mana shu yerga qo'ymaydi qilgani. Hozir to'planing-a hamon qo'rqib sizlar to'planishga. Yig'ilinga, gruppa qilinga, kelinga qaysi shahargasizlar, qargasizlar, birta xalq bosh bo'lsin. Birta xalq bosh bo'lsin, o'shanga quloq solinga. O'sha har bir shaharda boshlari to'plansin, gruppa bo'lsin, maslahat qilsin, nima qilish kerak deyora, nima qilish kerak deyora. Shunga qo'rqasizlar. Bilasizlar nima uchun? Chunki sizlarga shu haqni bergan emaslar. Sizlar mana shu haqlaring yo'q mana shu narsaga. Sizlarga mana shuncha haq yo'q. Hali sizlar emas-ki u sizlarga yordam bersa, qo'llasa, quvvatlasa. Yo'q, sizlarga mana shu haq berilmagan. Ki boshqa joyga ham, Amerikaga yashab turuv, Yevropaga yashab turuv, Rossiyaga, Qozog'istonga, boshqa davlatga yashab turuv. Aytamki, shura nechta xalq yashaydi, bir-birlaringni bilmaysizlar. Yaqin bo'lishga bir-birlaringdan qo'rqasizlar. Bilasizlar shuni? Yaqin bo'lishga bir-birlaringdan qo'rqasizlar. Bir qishloqqa yashab turuv, ikkita hamsoyang yaqin bo'lishga qo'rqasizlar. Chunki sizlarga bu haqni bermagan. Sizlarni ina shu haqdan ham mahrum qilganki, yo'q, bizga seniki kerak emas. Biz o'zimiz qilamiz. Desang, yo'q, sen qilmaysan deydi. Nimaga men past tursam, sen baland yo'lga kelib ketishing kerak deydi. Sening mana bu haqqing qo'lingdan olganlar. Bilasan shuni? Mana shu haqni seni qo'lingdan olganlar. Yo'q seni haqqing. Keladi ana qo'ydaq qilib balangni uyingning ichidan chev-chev birovna deb olib boradi. Eltadan o'ra xizmatga urmayman chiqaradi. Seni haqqing yo'q balangni. To'xta, sen nima qilyapsan deyishga haqqing yo'q. Balangni olib ketadi. Qo'ydaq qilib turib, sen shu qo'yda o'tasida bir ba deb qo'yasan, tamom. U tomon ketdi. Bir mangrav qo'yasan. Eshitding? Qal'im. Chunki sendan tamomiy haqni, tamomiy inson bo'lish haqini sendan olib qo'yganlar. Yo'q, u haq senga. Mana shu men 8-9 yillik tajribam mana shu yo'liga ko'rsatdiki, meni qal'imdan inson bo'lgan haqni olgan ekanlar. Bugun meni qal'im inson haqqi yo'q. Bir inson bo'lishga haqqi yo'q. Yashashga haqqing yo'q. Yashashga seni haqqing yo'q. Sen bu bir 4-5 ta o'zim sotkalari bor, jora boradi. Pasportini alishtirib borib o'sharga o'zicha yo'lga ikkita tunkani, sariq tunkani sitora qilib berganlar. Anama zo'rman deb yuribdi o'sharga. 4 ta. Yusharga turib, o'z qal'ig'ini haqqini difo qila olmagan, o'z qal'ig'ini haqqini talab qila olmagan doldagi tunkadan yasalgan sitorasi kimga kerakdi? Kimga kerakdi uni sitorasi? Kim bo'ladi? Men ham avlodlarim o'zi qarab
Ko'p o'sharlar. O'shalar. Konservan qutisidan qilib berganlar dollarga to'qib yuribdi. Yallatib. Tam har bir vaqt zubnoy pastayna o'zini tishini yumagan zubnoy pastayna o sitoralarni eshib yuvib qo'yadiki, yaltilasin deydi. Yaltilasa xushro'y ko'rinadi. Doliga sitorani to'qib turib, o'z uyiga qallig'i gapirishga qo'rqadi. Balalaringdan tojiklaydi. O'z uyiga qo'rqadi. Yoki bilib qo'ysalar men qallig'ligimni butun kalamni dolimdan oladilar deb. Men shuni odamlarni men qallig'ini ichiga, laqayni ichiga, men shuni odamlarni men ko'rdim. Qanoq aksent bo'lmasa o'zini zo'rlab turib kelyotibdi. Neki bu tunkalaring naslarni millatini difo qilollar, naslarni tillaringni difo qilollar, tunkalaring naslarni kimliklaringni difo qilollar. Eng alam qilgan joyi menga shu bizning uyga keldilar. Hani necha marta akamni olib bordilar, urdilar. Xudo rahmatini. G'am berdilar ko'p. O'shalar olib borib koronavirus vaqti ko'chaga chiqaru mashqalar ichiga shu bachani koronavirus qildilar axir olib kelib. Keyin o'sha kasaldan o'tdi. Chunki mumkin emas edi ko'chaga chiqishga. U padanalar beaqllarni aqli bo'ldi, olib boraveradi. Chaqiraveradi kelib. Eng alam qilgan joyi kelib meni qiz ukamni olib ketgandan keyin, chaqirgandan keyin men aytdim, men qo'lima tushganini-ku. Men boshqa so'rayman, sen kimsan dedim-da. Shu darajaga yetib keldim. Shuncha qallig'iki, shuncha laqayiki dollarga tunka to'qib olganlar. Bir tasarruf qilmadilar. Buni akasi siyosatga o'zi emas. Seni haqqing yo'q buncha chaqirishga. Degan paniyatkani bera olmadilar. Kimga kerak dolingdagi tunukan? Men 100 marta aytdim. Sen qaliqsan, ola qayamalaring o'shara dollaringga tunukan go. Meni bir xatomni topqin ol kelginki, men shu xiyonat qilyotibman shu vatanga, shu millatga, shu xalqqa men o'zim kelaman allaringga dedim. Neki o'sha narsa bo'lmaganini bilib turib, shu narsa bo'lyotibdi meni oilamni haqqiga, meni uyimni haqqiga, meni o'chamni haqqiga, meni qiz ukamni haqqiga. Shu narsa bo'lyapti. Sizlar ko'zlaringni yumib turib, dumlaringni ara chiqqandan keyin u tunkan kimga kerak dolingdagi tunkan? Kimsan sen? Hech kimsan. Men to'n qaytirib, men sizlarning joyiga bo'lgan edi, meni shuni qilganga bir qaliqni uyga men to'n qaytirib turib orqasidan-ku nasihat qilib qo'yaydim-da, uni tushuntirib qo'yaydim. Ikkinchi marta ko'zini olaytirmasin bu tomonga qarab. O joyini bilib oyog'ini qo'ysin. Aytayapman, yana aytaman. U ma'nosi yo'qki biz oramizga dushmanlik bo'lsa. Neki biz qo'yishimiz kerak emas, oyog'ida tayib bo'lishimizda haqqi ham. Bizda ham haqqi oyog'ida tayib bo'lish kerak emas. Biz ham har bir narsaga haqqimiz bo'lish kerak, ovozimiz bo'lish kerakki, xohlaymiz yo xohlamaymiz. Biz ham na tanho biz, lo'li taborlayam, laqaylayam, qalliqlayam boyat parlamentga bularni o'zini xususan haqlaridan difo qilayotgan namoyandasi bo'lish kerak. Chunki bular o'zlari bular alohida qabila yo millatlar. Bularning haqqi bu narsaga bo'lishga. Yo bugungi jo'gini bechorani shu lo'li tabordi. Kim o'shani bechorani holini so'raydi?
ular tag'am kuchikdan ham pastlar bechoralar Tojikistonga. Kuchikka bir odam bir bah deb qo'yadi. Ularni hech kim bah demaydi. So'ramaydi sizlar borsizlar yo'qsizlar. Qardan non tovuq yeyotsinlar. Bechoralar bir umr ko'cha etgan uydan tilanadilar. Yo bir yerga biron ish qiladilar, yeydilar. Bir tasini haqqi yo'q gapirishga, haqqi yo'q bilasan. Xudo qilmabdi aytsak, bacha, biz ham shu yerda farzandimiz desa, uni ham nobud qiladi. Uni kuta hukumatini ara tursin. Shu oddiy xalq ularga gapirgani qo'ymaydilar, haqqi yo'q. Tamam kelsalgan arabo jo'gin arabo deb suraveradilar. Salom qilmaydilar ulardan, qo'l berishga jerkinadilar ulardan. Axir u ham shu yerda farzandi-ku. U ham shu vatanning farzandi. Endi nima u bechora jo'gi bo'ldi, jerkinishing kerakdi, surishing kerakdi. Ha, uni qo'lini ol. Uni to'yiga chaqirmaydilar. Bir maraka qiladilar, chaqirmaydilar. Ko'rgansizlar biron jo'gin chaqirganni, qo'nib kelgin deganni. Hali ham qaliqlarni chaqiradilar bir-bir. Endi ularni biron joyga ko'rgansizlar to'yga chaqirishini. Yo'q. Chunki ularni biz odam hisobiga ko'rmaymiz. Odam hisobiga ko'rmaymiz. Bilasizlar shuni. Ana shu qachonki hammamiz bir-birimizni haqqini, bir-birimizni hurmatini joyiga qo'ygandan keyin ana uchinga bizni vatan bo'ladi. Agarki bizni haqqini joyiga qo'ymadilar, jo'gini haqqini joyiga qo'ymadilar, laqayda haqqini joyiga qo'ymadilar, qatag'anni haqqini joyiga qo'ymadilar. Va bilginki bu vatan bo'lmaydi. Va qanchalar toqat qilinglarki, shular shu aqli kirib qoladi. Tushunib qoladi ki biz bir-birimizni haqqimizni joyiga qo'yaylik desa, kundan kunga kelib bir oddiy inson ham bizning haqqini odam hisob qilmay qo'ydi. Bir kun Rossiyaga bordim. Bir joyga mehmonlikka borib qoldim. Bir odam ketayotgan Tojikistonga. Endi shu ketayotgan odam meni bir osh qilib nima qilar ekanlar, chaqirar ekanlar. Men yangi borgan edim, uncha tushunmaydim. Yo'llarni so'zini, buni odatlarini bilmaydim. Ha chaqirib qoldilar. O'sha bizni men chaqirgan yo'q endi maxsus sen kelgin degan emas. O'sha men yashaydigan uyga 4 ta 5 ta odamlar yashaydilar. O'shalarni chaqirib qolib keyin meni u tanimaydi. Ha meni bu biram dedi. Mayli dedim men, ketayotgan dedim. Bor bachalarni bir tanishib o'tirib kelamiz dedim, borib o'tirdik. Ha tojiki gapirayotdik hammamiz. Ko'p gap qiziq, yaxshi, hammasi hurmat qilib, o'sha dodar deb nima qilib, bu bo'lib bizlar inavo mehmon buday o'li dodar deb hay o'tkaz. Marakani o'rtasiga amakim telefon qilib qo'ydi. Amakim telefon qilib qo'ydi. Amakim yo'q, qaysi bir tas telefon qilib qo'ydi menga. Keyin men qalig'i gapirdim. Qalig'i gapiramiz. Shu o'tirgan 30 ta odam, 27 ta 30 ta odam deylik deydi, shu bir uyning ichiga. 30 ta odam bu shaklimda. Meningdan shu 30 ta bo'lsak, 29 ta avtomatik mendan qaytiladi, o'zi boshqa xil bo'lib qoldi. Tuzbaki deydi menga qarab. Uje marakani o'rtasiga davr ular bilmaganlar. Men tojiki gapirganimga ular ha dodar. Eng alam olib kelgani, ko'rga shu marakani alam olib kelgani yosh katta odamda olmushga borayotgan odam olmushdan ham o'tgan bo'lsa kerak.
O'shani nafrati kelib qoldi-da menga qarab. Bilasizlar nimaga? Chunki shunoq nastroyit bo'lganlar. Bir kun bir qishloqqa ham borib edim. Shu Tojikistonga. Shu bir go'da ko'p shu o'zbekka nafrat qilib gapiradi har bir gapiga. Yosh bacha. Mendan 1 yosh, 2 yosh maydaroq bo'lsa kerak-da shu. O'sha chinga men ham yoshroq edim. O'shanda men so'radimki, biror marta sen shu o'zbekni ko'rgansan o'zing aslan? U umriga ko'rmagan, bechora bir tog'da orasiga axir. U umriga ko'rmagan. Nima uchun buncha nafrati bor? Chunki uy o'shanoq tarbiya beradi. Shu uydagilari. Chunki meni sen titib-pitvaz. Qandoq xohlasa o'shanoq bizga ravo ko'rib kelaveradi. Shuning uchun aytdim, bugun bir qaliqlarimga gapiray. Agar shu ketishlaring bo'lay tog'on bo'lsa, mana shu qaliqlarimni mana shu gazar balalari bir xillaring tushkurib o'rsanga ancha munchasi sizlar tushkurganiga diragi ru kasal bo'lib ya qattiqroq tushkurib o'rsanga shamolga tuberkuloz bo'ladi bir xilla. Shunoq balalari bor, bilaman, taniyman. Rossiyagasizlar, boshqa davlatgasizlar, Tojikistongasizlar. Men bu aytgan gapimki, yig'ilishni o'rganing. Bir-birlaringni muskullariga qarab turib baho bermanglar. Aqliga qarab baho bering. Bir tangni muskuli ko'ta bo'lsa agar, uni aliga boshqa ma'lima, olimi, kalaxam bo'lmanglar. Boshlaringni egmanglar. Ana aqli bor odam agar muskuli ham bo'lmasa, shu muskuldoring, ana shu aqli bor odam quloq solgan. Agar qancha muskuling ko'ta bo'lsa ham, lekin uni aqli seni muskulingdan ko'taroq. Uni tushunishi seni muskulingdan ko'taroq. Unga quloq solgan. Muskuldan ish butmaydi. Joyi kerak bo'ladi muskullar, lekin ko'p ish aqldan butadi. Agar dunyodagi 10% ish muskuldan butsa, 99-90% digasi aqldan butadi. Mana shu Rossiya sizlarga bir katta dars bo'lib turishi kerak. Agar u zo'rlikdan butaydigan ish bo'lsaydi, Rossiyaniki butaydi. Yaderniy seynan, ya'ni yaderniy muskuli bilan aqlli nima qilyapti? Engolmayapti. Chunki aql boshqa narsa, muskul boshqa narsa. Joyi keladi ishlatishga muskulni. Lekin 90% bo'yat aqlli ishlatib turish kerak. Qancha tit bo'lgan o'shancha tit bo'lib yo'qolib ketaverasan. Aytyapman-ku, shu boshiga ham aytdim. Jonnorki to boshidagi vajagi bo'lmasa, u staya jonnor ovga chiqa olmaydi, ovlolmaydi. Ana o'shancha 30 ta 40 ta jonnorni, 50 ta jonnordan shu ovga olib boraydigan, ovlataydigan ana shu vajagi boshidagisi. Hayvon shu narsaga aqli yetadi ki bir vajakka pachinyatsiya qilishga ular ham zo'rlar jonnor. Hammasi jonnorni zo'r. Neki o'shancha zo'rligi bilan jonnorlarni vajagi qarib qoladi. Yosh zo'r jonnorlarga neki ana o'shani quloq solardi. O'shaning uchun jonnor
uspeshna охота qiladi ko'chalarda. O'sha kuni vajagi o'lsa, agar o'zlarini ichiga hayvonlar vajak tayinlaydilar. Kim bo'lish kerakdi? Hayvon. Qoni qallig'im, qoni vajaging. Kimga quloq solasan? Ha, o'zim bo'lay deyotsan, ha? Bo'lasan, xudo xolasa. Xudo rahmati bobolarimiz ham o'zim bo'lay dedi. Otalarimiz ham o'zim bo'lay dedi. Bo'lmadi. Bugun biz ham agar o'zimiz bo'lay desak, erta balalarimiz ham o'zimiz bo'lay deydi. Shu o'zimiz bo'lay deb yo'q bo'lib ketaveramiz. Shuning uchun qalig'im, bu sen uchun qildim bu nimani. Yaxshilab o'tirgin, quloq solgin. Yaxshilab. Bu dunyoga hech kim becharan quloq solmaydi. Bu dunyoga becharan hech kim quloq solmaydi. Qaragin Tojikistonni. Bir bechara kelsa, bir eshik og'ziga joy qilib qo'yadilar. Yani bir munoq odam kelsa, to'rdan o'tkazadi. Ya'ni bu tabiat. Hech kim o'ylamasinki, men bechara bo'lib turib bir joyga etib boraman degan narsani o'ylamas. Quva, aql seni olib boradi qarga xohlasa. Birlik bo'lmasa yuraverasan jonim. Meni ham aytgan gapimdan ya'ni xulosasiki, qaliqlarim bas o'sha otalaring qilgan xatosi, bas o'sha bobolarimizni qilgan xatosi, otalarimizni qilgan xatosi. Har bir shahargasan, bilmayman, yaxshilikdan qilamiz bu ishni yo yomonlikdan qilamiz. Har bir gapni aytgan qalig'im. Pishkirib yorasan-ku, bir qilib desang, yaningdagi odam uchib ketadi. Ana shunog'in balalar. Bilaman, ko'ping turma tushdinga. Sababi mana shu bosh yog'ligidan turmaga tushdinga. Bir taga quloq solmasdan nima qilish kerakliklaring bilmading. Bilaman, quvalaring ko'p edi. O'qigan quvalaring ko'p edi. Bir hech tavorimiz bor edi. Gava deyildi. Ha, otni bo'yniga olib, toqqa chiqib ketaydi. Ot eshaklarni ko'tarib, boshqa tog'lar ustidan eshak may bo'lgan, biror narsa urib ketgan eshakni ko'tarib, orqasiga olib kelaydi. Xirmondan ikkita 70 kilolik sariq qopni orqasiga ortib, mana ushlab, ikkitani birtasini ustiga, birtasini ustiga. O daradan chiqib kelaydi. Olib bordilar xizmatga, urib mayvin chiqartaylarlar, o'zi yuribdi mardikor bo'lib Rossiyaga. Nima o'zim jiyanlarim. Hammasi turma ketdilar qarim. Nimaga? Chunki quva ko'p. Quva ko'p. Kontrol yo'q. Kontrol yo'q. Quva ko'p. O'zim jiyanlarim. Baquvvat bolalar. Kontrol yo'q, quloq solmaydilar. Bosh yo'q. O'rgatmaymizki, o'g'lim, mana bu обществоmiz, quloq solishimiz kerak. Bizni o'zimizni ichiga o'zimizni konstitutsiyamiz bo'lishi kerak. Biz o'z mentalitetimizga muvofiq bo'lgan bizni qonunlarimiz o'zimizga bo'lishi kerak. Bu narsani yaxshi quloqlaring olingan. Va bugundan ko'ringa qachondan bo'lsa ertadan keyindan yig'ilinga, o'tiringa,
yaxshiliklarni, yomonliklarni to'planing bir joyga. Maslahat qilingan nima qilish kerakdi? Kimni biz bo'sh qo'yamiz mana bu shaharga? Kimni biz bo'sh qo'yamiz mana bu shaharga? Kim ana o'rga bizga ko'ta bo'ladi? Mana bu yerga kim bizga bosh bo'ladi? Mana bu yerga kim bizga bosh bo'ladi? Yig'inga, yig'ilinga. Birta glavniy inson tayin qilingan boshlariga. Bosh odam, glavniy inson. Va qolganlar, ya'ni har shaharga o'zini tag'am boshlari bo'lsin. Maslahat qilingan nima qilish kerakdi? Nima qilish kerakdi ertaga? Hattoki o'liklaring o'ladi bir davlatga. Xabarlaring yo'qki, o'sha qalliq o'lmashardi. Mana xolamni bir xolamizni xeshida endi o'sha oilasini xeshi, u tomon oilasini xeshi. Mana shu koronavirusga Rossiyaga o'ldi. Olib kelib O'zbekistondan Tojikiston o'rtasidagi granitsaga ko'mdilar. Shuncha joydan olib keldilar. Tojikiston qabul qilmadi qalliqni. Shuni ko'mdilar. Mana senga rezultat. Chunki seni qallig'ingni o'ligini qabul qilmaydi kerak bo'lsa. Bilasan shuni? Sizlar sitora qo'ygansizlar mana bularga tunukadan yasab turib qo'llaringdan sizlar qalliqlaringni o'ligini o'chasini aliga olib kelishga ijozat berdira olmadinga, qo'ya olmadinga. Nima kerakdi sizlar tunukalari? Mana shu ediki beso'yiblaring edi. Mana dashka qolganlaring edi. Ko'chaga qolib ketganlaring sababi, beboshliklaringning sababi mana shu emas. Chunki sizlar bosh intiqob qilib va bir qonun o'z tizim, qonun o'z mentalitetinga to'g'rilagan harakatlarni qonun qilib quloq sola olmadingiz. Bir taygasi Rossiyaga ko'rdim bir qalliqda, qo'ng'aning taygo'lar. Yaxshisan so'sa, ke bo'ladi bor bir qomir bo'la bor bir o'tiraylik dedi. Mayli dedim qayinda. Bo'lamdan borib qo'lim bir biror narsa yeynik dedi, u ichaylik demavdi-da, yeynik dedi. Men qaytdim, shura bir yaxshi joy bu dedi, bo'la dedi. Bor bir o'tiraylik dedi. Abi 4-5 kishi qalliq borib o'tirib qoldilar. Menimcha bir 50 litr pivo ichib yubordilar o'sha gözlar. Ko'tarib bo'ladi deydi. Qo'y dedim, abacha biz yeyni, ojman dedim, bir narsa yeyni. Tovuq kelguncha bir 6 bakal, 8 bakal urdilar-da, 6tadan 8tadan uruyorlar ketdi. Yarimta qurut ham yegan yo'qladi. Qurut yenga qalan desam, qurutni qancha yeynik deydi. Tojikistonga qurut yeb bezor bo'lik deydi. Qo'y pivo ichaylik deydi. İç canım dedim, iç. İçkandan keyin ana konsert boshlandi o'rga. Qandingni qalliq sen quloq so'zini alini qaytaring. U restoranga, o'sha kafega boshqanday choyni qo'lina, piyola qo'lina, ustol qo'lli. Abacha jonim, jonim, uch yegan shashlik qara ketdi u boshqa. Shashlik bishmasdan ham jazir qildinglar-yu. O'zingiz bishib ham jazir qilib ketdinglar. Abacha qo'y jonim, quloq so'qon. Yo'q. Mana shunday narsalarga borib uradilar o'zlarini. Yosh bachalarda. Yosh bachalar. Chunki nimaga bu ishni qiladilar? Chunki ularni energiyasi katta. Voqean qalliqda energiyasi ko'p. Abacha otda har kim ham minilmagan otni bog'lab turib mina olmaydi. Uni qalliq qiladi. O'shaning uchun yo'llarim bu narsani vaqti kelgan ki yig'ilishdi.
Bo'lmasa o'shaning hali pivani ochiq cho'ydak ichayotgan bachalar bu zo'r baquvvat yarming turmaga yotibsizlar shakilman. Hali o'zim ham jiyanim hali chiqqan emas, hali yotibdi Rossiyaga turmaga. Mana shuni Rossiyaning urushlariga sizlarni allatib olib boradi. Chunki besoyibsizlar, chunki boshlaring yo'q, chunki qonunlaring yo'q. Mana shu urushlardan o'zlaringni to'xtating. Quloq soling bir-birlaringga. Oralaringga bir bosh ixtiyor qiling. Kelinga yig'laylik. Endi asta o'zimizni o'sha uslublarimizni, hayotimizni, qonunimizni kam-kamgina rioya qilib, bir bosh bo'lib turib, bir-birimizga quloq solaylik. O'zimizni kasabimizni ochishimiz kerak. Bir tan qo'liga qaramang. O'zimizni ko'p balalarimiz bor. Talant balalar, sport sohasiga, boshqa sohalariga talant balalarimiz bor. O'zimiz taylab turib bir so'mlarni, ikki so'mlarni Xudoga shukr xela qaliq bo'rsizlar. Prosta yozmaysizlar. Keyin spiska qilingan, nechta qaliq bo'ldi qarga. Hammalaring. Nechta qaliq bu hammasini o'zlaring spiska qilingan. O'z mana shu kompyuterda o'chasan bir sahifa o'sharga joy qilaverasan hamma narsa. Mana o'qiyotgan balalar bu boshqa sohaga, sportga shularni olib borib turib eshakdek ishlatib turib turma tiqmaylik axir bir kuni shularni ajratib bir zal kerakdi bularga, bir mashq qilishlari kerakdi, bir keling biz ham bir inson bo'lib o'zimizda qalan o'zimiz qilaylik. Baymet bo'lmaylik endi bir taga. Aytadi-ku, hali qaliqqa nima bor-ku, o'ynashga baymet bo'lib ber qolgan boshim deb bir qiz aytgan-ku. Keling shuni ham bo'lmaylik endi. Tojikiston bapesh deganga baymet bo'lib turib qaliq yo'q bo'lib ketmasin. Yig'iling jonim. Sportsmen balalarimizni yig'ib turib qo'yib sportga o'zimiz bir so'm taylaymiz, ikki so'm taylaymiz. O'shani o'zini bir fondini ochib qo'yamiz. O'sha bachalarni yeyishiga, ichishiga, yotayotgan joyiga ularni ishlatmaylik, ularni sindirmaylik, ularni qova berib ko'taraylik. Mana shu narzalarni qarang, uncha ko'p emaslar. Lekin sportsmenini ishlatgani qo'ymaydi. Bugun mana Amerikalarga, UFC'larga bir qaliqni chiqar o'sha UFC'ni setkasini yulutaylaydi. Achig'i kelgandan keyin to'xtatib bo'lmaydi. Men to'g'risini aytaman. Lekin qoni o'sha qaliq. Qoni o'sha. Nima bo'lyapti? Ana o'shandoq kuchlik bolalar turmaga kirib ketyapti-da. Ko'chaga o'sha ishni qiladi. Lekin ertaga meni seni obro'ying bu narsa. Menga o'xshayton, senga o'xshayton, mana Nimkolajon tuberkulozda obro'si bu narsa. Lekin ularni biz olib borib turma tiqyaptik. Chunki biz saligina tushunuvchimiz bo'lgandan biz yig'ilib o'sha 4 ta 5 ta buni tushunayotgan odamlar yig'ilib bosh bo'lib bir bo'lmadi. Ko'p puldor qaliqlar bu o'zimni heshimdan ham bu puldorlar. Bor edi ham. Bir xil pishkirsa puldan murdini artaydi. Shunaqa xeshlarim ham bor edi. Pishkirib bo'lsa, pishadi. Kisasidan pulni chiqarib, bacha shu ro'molchani yoddan chiqaribman deb pulni artib tirzadan ixtirib yo'raydi. Qani o'zi. Nimaga? Chunki keldi, berdi Xudo, bo'ldi, bosh yo'q. Bosh yo'q. Parlament yo'q, prezident yo'q buni boshiga. Qonun yo'q. Nima bu qilsa o'zi qilaverdi. Ba'zi bir xillari ham bor hozirga davram. O'zan shu odamlar shu pishkirib pulga murdini artayotgan odamlar taksi haydab yuribdilar. Tojikistonda. Mana shu. Nimaga? Chunki bosh yo'q edi. Quloq solgilari kelmaydi bir narsaga. Bir narsaga quloq solmaydi. Bugun qalig'im o'sha vaqti kelganki,
O'sha qalliqni gazarlari, qalliqni bozorlari, polvonlarim ki Rossiyagasizlar, boshqa joygasizlar. Yig'ing a. Yaxshilik bilan bo'lmaydi, yomonlik bilan yig'ing a. Shu Xudo rahmati bobom aytgan edi. Balam, qara yaxshilik bilan bo'lmadi, buni yomonlik bilan qilgan. Chunki yaxshini hech kim hurmat qilmaydi. Ko'p narsa yomonlik bilan bitish kerak deganlar. Mana shu qalliqni bozorlari, polvonlari, mana shu gapirasizlar-ku, yigitsizlar. Qalliqlarni yig'inga va oralardan o'zlaring taniydigan odamlar bor. Ki aqli yaxshi, savodi yaxshi, tushunishi yaxshi, dunyoni yaxshi taniydi. O'sha odamni bosh qo'ying. Har bir joyga. Va oralaringdan keyin eng glavni, ya'ni vajak deydi-ku, vajaya polnosti staya bir odamni tayin qiling. Ana mana shu prezidentda. Mana shu sizlar tayin qilgan shahardagi odamlar ana shu odamning gapiga quloq solsin. Maslahat qilsinlar. Nimaga qancha pul kerakdi? Ko'rdim ko'p xalqlarni, o'zimni ham avlodlarim to'layapti. Rossiyaga kelib ishlab o'tirib bir to'mirni sotib oldilar. 2 yildan keyin to'mir buziladi, tam kelib, tam ishlab, tam bir mashina oladi. Ya'ni mana shu havoyi rasxodlar. Men hattoki qalliqni uy bo'yat proyektdan solinishni xohlayman-da. Ya'ni bunaqa havoyi g'isht pishdan emas, loy poydan emasda. Mana shu hattoki uy qilaydigan odamga ham bu yerda maslahat qilish kerakda. Qanday qilib qilay, nima qilay? Mana shu arxitektorliklarga o'qitaylik balalarni. Endi u tomondan ham qarasak, biz shu mardikor bo'lib qoldik, endi ishlaymiz. Ishlaylik, o'qitaylik. Kassa bo'lish kerak. Qalliqda o'zini kassasi bo'lish kerak. Общий bankovskiy счет. Mana shura yig'ilish kerak. Keraklik joyiga pulni buxgalter tayin qilingan. Bir odamning pul masalasiga, misol 4-5 odam pul masalasiga, qarga nima kerakdi, bachalaga nima kerakdi, balalarga, qarga kerakdi, sportiga kerakdi, o'qishiga kerakdi, hammasiga men aytayotganman bu pulni yeyish uchun. Bu yig'ilgan pul mana bu o'sib kelayotgan qalliqni go'daklarni oyoqqa qo'yish uchun bo'lish kerak. Ki bizni shuni qilib oyoqqa qo'ymagan hech kim. Shu uchun ham biz mardikormiz. Shu uchun ham biz g'ulommiz. Mana shu keyingi kelayotgan pokoleniyalarimizni bo'layotganini. Bularni oyoqqa qo'yish, bularni to'g'ri yo'lga yuritib qo'yish uchun bugun bo'yat biz mana shu ishni qilishimiz kerak. Hali chichqonga o'xshab turib pul yig'manga. Chichqon ham faqat boylik yig'adi, oxirgi o'lib qoladi. Yig'ib yo'q bo'lib qolasizlar. Hali bir odam keladi, magazindan keladi, bir odam aytadiki, menga 1,5 kilo go'sht bergin deydi. 1,5 kilo go'sht olayotgan mahallaga vaqtigaki yaniga bir odam ediga keladi. Bu odam meni boyroq odam ekan. Yaniga bir odam keladi, aytadiki, 15 kilo go'sht bergin deydi. Buni qarasam kiyinishi kambag'alroq, bu boy mashindan, bu piyoda yuribdi. 15 kilo go'sht berdi. Keyin 1,5 kilo olayotgan odam aytadi, menikini to'xtat deydi. Avval akamga bergan 15 kilo go'sht deyib, ko'p olyapti-ku deydi. Olgandan keyin aytadi, bu odam biron xudoy marakasi bor deydi. Yo'q deydi, bu odam shuni yeydi bu odam deydi. Aytadi, bu kiyinishi, turinishi kambag'alroq. Bu pulni qayerdan oladi buni? 15 kilo go'sht olib yeydi. Yeganini qarab, pulni qayerdan oladi desa, yo'q, bu biron joyga ishlamaydi, bu biron joydan pul olmaydi. Neki bu odamning bir 4-5 ta xotini bor. O'sha xotinlarni birinchi erlari o'lgan.
O'sha birinchi erlar boy edi. O'lgandan keyin bu olgan. O'shalar pulini yeb yuribdi bu. Erdan qolgan pullarni. Shu. Shuni xotin oladi. O'sha eri o'lgan, eri boy bo'lsa, o'lsa oladi. Keyin aytadiki, menga 30 kilo go'sht ber deydi. 30 kilo go'sht olib boradi uyiga. Aytadi, o'sha falon yeguncha shu go'shtni men o'lgandan keyin deydi, shu tirikligimni o'zim yeyay deydi. Chunki u ham tushunadi-da, men o'lsam, bu yiqqan pullarimni значит xotinimni shu oladi kelib. Keyin bu men yiqqan pulimni yeydi deydi. Mana shu pulni yig'ib turib bir taga yedirguncha jonlarim bugundan o'sha qalliqda o'sha gazarlari aytibman-ku, tushkurib o'rsanlar-ku. Allarga ancha-muncha narsa sovuq uradi-ku sizlarni shamoliga. Mana shu balalar. Har bir shahargasizlar. Telefondan bir-birlaringga telefon qilinglar, maslahat qilinglar, yig'inglar. Endi bu xalqni ko'p qo'rqitib yurganlarda hunku qochib yuribdilar. Majbur olib kelgan o'tkazgan. Majbur chaqiringlar. Bir uyga chaqiringlar, tashkillik qilinglar, bir 2 piyola choy. Piva ichmanglar, choy. Xalqlar o'tiringlar, yig'ilinglar. Bu narsani agar bugun meni sen qilmasak, meni sen topgan pulimizni yoshirsak nara va o'zimizni oyandasiga o'sib kelayotgan farzandlarimizga taylab turib agar qilmasak, o'qitmasak, qo'ymasak ularni oyoqqa, erta seni yaniga u ham kelib mardikor bo'ladi. Bir kun shu pivani ichib turib to'ra kelib bronka o'ldiradi, chunki uni quvvati ko'p. Chunki uni energiyasi вообще toshib ketgan energiya. Urush jonjol bo'lib birontani o'ldiradi, turmaga boradi, turmaga sinadi yo ablava qilib olib borib turib sindiradilarni ol kelib qo'yadi, qanoti singan tovuqqa o'xshab bir qanoti salinib keyin ko'chalarga yuriydi. Hech kimga kerak emas bo'lib. Bugun o o'yinlaring qo'yinglar, kelinglar, qarta o'ynayliklar yo, o'yna mashina tuvolasan mendan, kelinglar buni qilayliklar yo. Mashenniklik yo'lidan pul ishlashni taylangan. Bu to'g'ri yo'li bu. Ana shu erta bir sportsmenimiz bor turana UFC'ga ursa o'sha millionni ko'tarib kelsa agar, erta shu qalliqlaringning foydasiga bo'ladi. Erta shu qalliqingni yana bir farzandini oyoqqa qo'yadi. Biliyorsunuz shuni. Ya'ni to'g'ri yo'ldan ham pul topib bo'ladi. Barudar aziz, baroy xida daxl nadura. Mana shu narsani qisinglar, ko'p qattiq qisib ushlanganda. Bu sportsmenlarimiz bu. Zo'r dev balalarimiz. Shularga pul kerak, mashq qildirish kerak, pul kerak, sharoit yaratish kerak buni. Bugun agar meni sen qalliq qilmasak, erta balang mardikor yo turmaga bo'ladi. Yana uni qo'lin tagiga xizmatga bo'ladi. Yo Rossiyaga ko'cha supuradi. Bugun sizlar ko'cha supurganlaring ko'rib, o'zimni hishlarimni aytaman. Endi to'qallikka bilmayman, o'zim shu mana shu soqollar oqarib ketgan, chochlar oqarib ketgan sababi mana shu ko'p o'ylayman-da shu narsalarni. Ko'p o'ylayman. Nimaga qalliq bu kunga kelib tushdi deyman-da. Nima uchun degan savolga javob mana shu javob. Ki bir emassizlar. Mana shu bosh aytibman-ku, jonor deyapman-ku, jonim. Vajagi bo'lmasa agar tovuq o'g'irlaydi. Kataklarga kirib tovuq o'g'irlaydi. Nimaga? Uni eltaytog'on glavnisi yo'q. Mana bugun sizlarning ham glavnisi yo'q. Sizlar nima qilasizlar? Yurishlar ko'cha supurib. Neki agar glavni bo'lsa, taslim olaytog'on, boshlar bo'lsa, maslahat qilaytog'onlar bo'lsa, sizlar hech vaqt ko'cha supurmaysizlar. Har bir tan qo'lingdan biznes kelaytog'on bo'lsa, mana shu pulni yig'adi qalliqlar hamma ishlab turib, ishlayotgan odamlar hozirga 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil qiynalsak ham mana shu pullarni yig'amiz.
Biznes qilayotganingga pul bo'ladi, biznes qilasizlar. Bilmayman, bir narsa qilayotganingga pul bo'ladi, yig'iladi-da, amani qo'lidan yig'iladi. Bir ish qilasizlar, magazin ochayotganing magazin ochasizlar. Go'sht do'kon ochayotganing go'sht ochasizlar. Mana ferma qilayotganing ferma qilasizlar, qo'lingdan kelayotganing. Faqat birlik qiladi bu narsani va vajak, ya'ni o'sha bash qarayotgan odam bu narsani qiladi. O'zingga qilsa hech nima qila olmaysan jonim. O'zingga qilsa hech nima qila olmaysan. Yaxshi o'ylab ko'ring aqalliqlarim. Shu meni Facebookim ingliz tilga Akmal Astanayev yozilgan. Arkasiga o'sha bir sherni kalasi bu Tojikistonning bayrog'i, Afg'onistonning bayrog'i va Eronning bayrog'i qilingan sherni kalasiga. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Va aytkizing o'sha xalqlarning gazarlariga o'sha gapirayotgan eshitsin. Qachonga davr g'ulom bo'lasizlar, qachonga davr bir qalliqni balasi ko'cha supuradi, qachonga davr qalliqni balasi oyoqda tay bo'ladi. Shu savolga javob toping. Qachonga davr bo'ladi? Shu savolga javobni topib menga ayting. Va qilayotgan bo'lsak bu narsani chig'ing, yig'ing, qarga kim bu nom familiyasidan yozib oling. Chunki biz ertaga bir tani boshiga bir kun tushdi, biz bilishimiz kerak kim qargadi. Biz ko'p emasmiz, kammiz. Lekin bilishimiz kerak kim qargadi. Va bosavod shuni aytgan bachalar mana shularni spiska qilishdi. Kompyuterga ishlayotganing kompyuterga. Mana artist bo'layotganing qo'shiq aytaman desanga, sizlarni u sohaga kim nima sohaga bo'lsa, o'sha sohaga biz yig'ilib bir-birimizni qo'llab ko'tarishimiz kerak. Bundan bo'lak boshqa ish sizlarni oqibatlaring faqat g'ulomlik bo'ladi. Meni seni oqibatimiz g'ulomlik bo'ladi. Agar birlashmasa. Va shu edi qaliqlarim, bugungi aytayotgan gaplarim. Bir qaliqni uyiga agar bir tablava qilib kelaman desa, qarga bilmasan qallig'im ku, qamchingni ol, otingni mingin bo'g'in boshiga ku, to'ng qaytirgan, arqa tomondan nasihat qilib, sitorachalarni yulib, teshikchasini girdiga buni qo'shdek qilib turib yopishtirib, superkleyni jo'natgan. Hech kimning haqqi yo'q. Qalliqni balasini kelib, uydan qo'yda qilib olib ketsa. To o'sha kunga davriki bizdan saglasavatsa qilmaydi o'tirib va bizni ham xohishlari ijro bo'lmaydi, bizni xohishlari amal bo'lmaydi. Biz to'ng qaytirib orqasidan nasihat qilib qo'yamiz boshqasini. Kimiki bizga bizni balasini olib borib turib o'z manfaatiga g'ulom qiladi, o'z manfaatiga ishlatadi yo boqtiradi. Bu narsani quloqlaring olinga qaliqlar. Omon bo'ling qaliqlarim. Facebookim o'sha Facebook, yaxshilab eshiting va o'sha balalarki, qaliqlarki yaxshi o'sha sportsmenlar, o'sha oyandasi borlarki bugun turmalarga ketayotibdilar. O'shalarni bir qo'llab, quvvatlab, sharoit qilib, o'nsam taylasang bo'ladi. Qancha qaliqsan, o'nsam 20 so'm taylagin hammasi hal bo'ladi. Ya'ni bir buxgalteriya qilishimiz kerak. Ammo pul o'shari o'tish kerak. Ular hisob kitob qilish kerak. Bu narsani
quloqlaringga qo'yib olaman. Yo'q desang ham mana shu titilib cho'chilib yuravergan ko'chalarga. Aytganni oyog'i tayib bo'lib, aytganni tog'o deb, aytganni ko'chasini supurib, balalaringni qo'ydaq qilib ortib ketib, erta axsham mana qizlaringni kelib tajovuz qilib ketadi, nomusiga tegib. Mana shuni bo'lib yuraverasizlar. Birlik. Yani ahirga aytaman. Bevajak jonlar bo'lmagan ki kataklardan tovuq o'g'irlaysizlar. Ana shu jonlar ham vajagi bo'lmagani uchun katak kiradi. Vajagi bor jonlar qishloqqa yaqinlanmaydi. Kataklarga kirmaydi. Ular o'sha biladi qarga ovlasa. Chunki uni vajagi o'zini obro'sini to'kib, stayasini qishloqqa olib kirmaydi. Qishloqlarga tovuq o'g'irlagan jonlar bu bevajak jonlar. Bugungi ko'chaga supurib yurgan, ko'cha supurib yurgan, mana shu ozovga tushgan, balalarni so'grab, qo'ydak so'grab ketayotgan qalliqlarni sababi ki vajagi yo'q. Quloq solmaydilar. O'zlariga, ya'ni ki bosh vajak saylolmaydilar. Mana shu sabab bo'lib turibdi. Bu narsani orqasidan tushungan qalliqlarni narkala bozorlari bu narsani orqasidan tushungan. Yaxshilikdan bo'lmasa, bu narsani yomonlikdan qilamiz. Muhim sizlar to'plading a? Quloq solmaganini nasihat qilamiz, tushuntiramiz. Bir xil qallig'imiz 4 so'm pul topib qo'ygan, o'shani yo'qotishdan qo'rqyapti. Men buni yo'qotib qo'ysam keyin nima bo'ladi deydi. Pulga berilyapti, nafsga berilib ketyapti. Shuning uchun şey yigitlar, gapirayt o'g'illar, bir xillaring bo'zimekning bo'zi bu brende yo'tsizlar-ku. Jo'larim, to'plaring a, yig'ing a, maslahat qiling. Bu narsani bo'yat biz hal qilishimiz kerak. Bugun biz hal qilmadik, bu narsani ertaga qo'ydik, erta ham hal bo'lmaydi. Ertadan keyin ham hal bo'lmaydi. Yani ki bu pokoleniya, ikinci pokoleniya, uchinchi pokoleniya ham kundan kunga yog' bo'lib ketaveradi. Bor bo'lma. Allangi qishloqlarimizda qalliqlan qishloqlarning barakati bor edi. Bilasizlar nima uchun? Chunki qishloqqa bir katta bor edi. To'y bo'laydi, marg bo'laydi, maraka bo'laydi. Xudoyi bo'laydi, sadaqa bo'laydi. Bir joyga borish kerak bo'lsa edi, hammani shu qishloqdagi odamdan borib maslahat olaydi. Be uni maslahati ish qilmaydi. Shu uchun qalliqda birligi, barakati bor edi. Mana bir odam uy ajratsa edi, nima qilamiz deb non qilib qishloqqa o'sha katta kelib o'tirib aytaydi, so'raydi, "Qani, mana sen nimang bo'ldi? Nima bera olasan sen sharoitingga shuni qo'llashga?" Va aytaydi, "Men mana bir ikkita qo'y beraman. Qani falonjon seni moling ko'proq, sen bir 5 ta bergin" deydi. Qani sen faloni seni katta moling ko'proq, qo'ying kamroq, sen bir 2 ta inak bergin. O'sha odam shu odamlarni o'sha yangi uy ajratgan odamga kim nima berishini hal qilib beraydi-da. O'shanga aytganiga quloq solaydilar. Shu uchun qalliqlar kambag'al bo'lmagan edi. Hammasini moli holi bor edi dunyo tirikchiligiga. Chunki qishloqqa bir odam quloq solaydilar. Bugun kelib o'shalar yo'q bo'lib ketgan. Bu narsalarni menimcha yana biz majburlik bilan vastanavit qilishimiz kerak-da. Yaxshilik bilan bo'lmaydi. Men ko'rib turibman. 8-9 yilga ko'rdim-da. Bu narsani majburlik bilan qilamiz. Saligina endi o'sha muskullarni dedik-ku, o'sha muskullarni ishga solamiz endi. Muskullarni ishga solib turib, aqlli aliga yig'amiz bu narsani. Hammamiz.
Hammalaringni-ku uylaringga hamma vaqt xursandchilik to'yib yursin qaliqlarim. Birontalaring g'amni ko'rmanglar. Xudo molarga insof bersin, tavfiq bersin. Pulga berilmanglar. Dunyoga sotilmanglar. Odamlar mana shu pulga o'zlarini obro'sini sotadilar. Oddiy bir qizi ko'chaga chiqadi, o'zini pulga sotadi. Ya'ni uni nomi nima bo'ladi? Tanfurush bo'ladi, fohisha bo'ladi. O'sha bir umr to'plagan pulini o'zini sotgan puliga agar to'plasa, ya'ni bir kunlik degan qayta obro'sini sotib ola olmaydi. Sotilgan obro', to'kilgan obro' buni yig'ish qiyin. Mana shu narsalardan sizlarni-ku o'zi yaratganim asrasin. Yig'ilishda boshlangan qaliqlarim. Boshqa bo'lmaydi bu narsani bir tomon qo'yamiz. Vaqt keldi, seni o'zi quvvating to'g'ri bo'lgandan keyinki o'zi seningdan kelib gapiradi. Bugundan boshlab biz bu yig'ilishni boshlashimiz kerak. Bugundan boshlab biz ya'ni nima qilishimizni bilishimizni, ya'ni planimizni bo'yat maslahat qilib planimizni qilishimiz kerak. Qo'yinga nima bo'ldi o'zlari biladi. Yaxshi sportsmen bachalarimizni, o'g'illarimizni, ukalarimizni, akalarimizni bugun endi yig'ib turib qo'llab, mana tijorat qilaman degan, savdo qilaman, bir narsa qilaman degan aka ukalarimizni yig'ib yoki shu narsalari bor insonlarni yig'ib bugun maslahat qilib, ertaga nima qilaylik, kimga nima kerakdi, kim qo'lidan nima keladi, qandoq qilib qo'llaylik bir-birimizni va har bir mintaqalarga, har bir joylarga rahbar tayinlashni boshladik. Men shu kutib turaman sizlardan qaliqlarim. Qoni nima qilamiz? Nima maslahat kerak bo'lsa, marhamat qiling, chiqing Facebookka. Keyin telefonimni beraman, nomerimni. Keyin boshqa nomerlardan axini keyin boshqa o'zimiz maslahat qilib olaveramiz. Aytmang, ey ana u yomon ekan, busi yomon ekan, busi ish olmang. To sizlarga ish olguncha. O'sha kuni sizlarga bir tasi ish oldi-ku, ish oling. Bir tasi sizlarni uyiga ish oldi, bir joyga ish oldi-ku, sizlar ham ish oling. O'sha vaqtga davr inamay o'zlaringni ko'tarilishini, ya'ni kim bo'lishlaringni orqasidan tushing. Uylaring hamma vaqt to'yxona bo'lsin qalig'im. Eng birinchi diningni sotma. Ikkinchi tilingni sotma. İnsonni dini bilan tili eng muhim narsa. Ya'ni ikki narsa bu. Tilingni sotmagin qalig'im. Nomusingni sotmagin. Nomusingni sotmagin. Qolganni aqqa maslahat qilamiz, aytaman. Yo'ringa qaliqlarga qona, ko'rayni qon nechi qaliq ko'radi va nechi qaliq kommentga nima yozadi. Mana shu imenda shuni kommentlari qaliqlar uchun. Qalig'i yozinglar qaliqlar. Qoni ko'ray. Nima deysizlar? Fikrlaringni bilay qoni, nima fikr aytasizlar? Salomat bo'ling qalig'im.